Qaysi dorilarga muhtojligingiz bor? Kasallantirib, Rajon. Necha yoshga kirdi bu qiz? 96-yil. 96. Kichkinasimi? Kichkina 96. Eng kichkina farzandingizmi? Eng kichkina qizlardan kichkinadan. 7 farzandingiz bor, ha? 7 farzandim bor. Necha o'g'il, necha qiz? 4 o'g'il, 3 qiz. 4 o'g'il, 3 qiz. 3 o'g'lingiz uylangan, ha? 3 o'g'lim uylangan, bitta qiz. Turmushga bergansiz. Ular uyda. Bular uyda. Parvarishidan nimadan qiynalasiz ona? Shu dorilardan bilan doktor anasi qiyinda. Olib boraman desangiz bir qusib, bitdim, barchalarga doktorlar anasidan qaramay, suyab kirgizishga ham shunday dorilar. Dorilar beradimi doktorlar? Har doimda bir talab qilsak, yoki bir natr qilarma. Fasma, shunday narsalar beradi. Qanchadan nafaqa oladi? Mana u bilan uchovi shu 940 ming bo'lsa. Birinchi gruppami bular? Ikkinchi gruppami? Ha, ikkinchi gruppa bular. Nega bir bo'lmagan bular? Bolalikdan-a bular? Bolalikdan shu yerda bir qo'shnimiz ana u milisiya edi. Shu oldin shunchalar bizni joqin o'tirib, bizning qiynalganlarimizni ko'rib, men qo'shni o'tiraman, bularning qanday sharoitini men bilaman, bolalar qanday sharoitda o'zim bilaman deb keyin shu kurashib nimaga bunday qilasizlar deb shu hamshayamiz kurasha chiqardi. Ikkinchi gruppa. Ikkinchi gruppaga shuni ham. Gaz ballonlaringiz bormi? Gaz ballon, bitta gaz ballonni o'zimiz sotib oldik. Bittani shu ikki oilamiz deb kichkinaga kurasha oldik buni ham. Pulini berib, to'g'risida. Buni ham to'lab oldik. Qancha to'ladingiz? 200 ming to'ladik. Gaz ballonga. Gaz ballonga. Uyni ichini ko'raylik-chi. Mana uyimiz sharoitini ko'rsataman. Mana o'zi bu shu ana o'lda to'g'risi ana bir kelganda sizday bandiqondan keldi. Shu mana o'zi mana shuni shunchalar ana kichkina yugurib plastiklarga tushirtirib oldi. Chaba mana shu pulini. Keyin o'zimizdan 1,5 million qo'shib olib keldik. Hozir bo'lsa endi suv sharoiti yo'q. Bu yerda kim turadi? Bu yerda bobo yotadi. Biz bu yoqda yotamiz. Bolalar uyida. Yuvinish-buvunishga hay anadan birgina ana qilib qo'yib biz qishda endi to'g'risi uyga shu yerga tog'ara kirgizib qildik. Endi yozga ana yerga bir salofanga. Televizor ishlaydimi? Ha, televizor ishlaydi. Bu o'g'lingiz uyida? O'g'limda yani bular. Bitta o'zingizlar turasizlar. Bu yoqda. Shu mana qo'yib ul qilgan. Ayni anasi. Kichkina ularni endi shu bizni qayg'uradi, qarimiz endi. Yo, Xudoyim sizga kuch-quvvat bersin. Shu mening shu 3 ta farzandim yaxshi bo'lib tuzalib ketsa bo'ldi. Qolganini Alloh o'zi bersin.